ichki ishlar xodimlarini, tizimni himoya qilayotgan blogerlar aytayaptiki, Gulira'no Qosimova bo'yicha kimda kim ichki ishlar xodimlarini qoralayotgan bo'lsa yoki Gulira'no Qosimovani yondan olayotgan bo'lsa, u dayus degan gap tarqatilyapti. Agar u qolip bilan qaraladigan bo'lsa, ichki ishlar xodimlariga bergan hukmni ijro qilgan, hukmini bergan sudyalar ham dayus bo'lib qoladimi? Tekshiruvlarni, surishtiruvlarni, tergovlarni olib borgan prokurorlar ham dayus bo'lib qoladimi? Undan nariga o'taylik. Ichki ishlar vaziri bo'lgan, sobiq ichki ishlar vaziri, bugungi kunda ichki ishlar vazirining maslahatchisi bo'lgan Zokirjon Almatov ham bu ishni qoralagan holatda ichki ishlar xodimlarini vahshiylikda aybladi. O'z vazifasiga nisbatan noloyiq bir insonlar deb atadi. Jahlni jilovlash nimaligini bilish kerak. Bu o'ta ketgan vahshiylikka borish, bu uni rahbari qaysidir yo'llar bilan amalga o'tirib qolgan deb o'ylayman. Shunaqa bo'lib turgan holatda Zokirjon Almatovga ham o'sha tamg'a urilish kerakmi? Bu yerda vaziyatni yana takrorlayman. Biz oddiy bir vatandosh sifatida bundan qaraydigan bo'lsak-chi, bu taraf ham davlat xizmati xodimi, ichki ishlar xodimi ham davlat xizmati xodimi, maktab direktori ham davlat xizmati xodimi, soliq boshqarmasi boshlig'i ham davlat xizmati xodimi, sudni ko'rib chiqqan, sud tergovlarini surishtiruvini olib borgan prokurorlar ham davlat xizmati xodimi.